Мұндақ пейзі ештей xo'tancha asldan бүтін qo'yib ochiq kavapini uyda o'ltirib o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb yiqinglar do'stlar. Ta'mi shunchalik pek yeyishlik, ta'mining peyzligidan minglar talashib turib yeb ketsizlar. Sirtdan 300 go'yga yegan kavapni uyda oz pul bilan tayyorlab yeyaysizlar, hatto uningdan ta'mi peyzi bo'ladi. Aldı bilan qo'yib ochig'ini filmda ko'rsatilganga o'xshash u yer bu yerini kesib qo'yamiz. Bundaq bo'lganda qiyam go'shtning ish-ishlariga singib kirib, kavap texmi tamlik ham mezzilik pishidi. Andan go'shtni cho'ng bir qachiq elib, ustiga nepis to'g'ralgan piyozni solamiz. Samsoq bilan ko'k piyozni bir qachiq silib, azroqli suv qo'yib, ezib suyini chiqarib go'shtni ustiga qo'yamiz. Hamda muvofiq miqdordagi tuz bilan zirini oldiga yeniga sepib, qo'limiz bilan hamma yerga to'liq surkaymiz. Andan bir ishki qo'shiq uyda aytgan lozi qiyam bo'lsa, unimi go'shtning hamma yeriga tekshi surkab birdam qo'yib qo'yamiz. Qiyam uchun bir qachiq 4 taldan 5 talg'ish tuxum chaqimiz hamda ustiga qo'noq uni azroqli tuz silib yaxshi aralashtiramiz. Qiyam mushning o'xshash quyuqroq holatga kelsa bo'ladi. Andan go'shtning hamma yeriga to'liq surkaymiz. Do'stlar, ko'rib mushaykapsizlar, qo'shmaganlar qo'shinglar. Har kuni sizlar uchun yangilik mazmunlarni tayyorlashga tirishyapmiz. Bizni qo'llash shunchalik oddiy, yurak belgisini besib bizni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. To'xobkining liziga cho'ngroq qilib, qalay qayga silib ustiga qo'yib ochig'ini olamiz. Hamda hamma yerini yem holatda o'rab, to'xobkiga silib 200 gradusda 1,5 soat atrofida pishirsaqlar, ta'mi va peyzi qo'yib ochig'i kavapimiz tayyor bo'ladi. Do'stlar, bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayoniga jiq gullarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llig'ingizga rahmat.